O'rtoqlar, bunaqa test drive aniq ko'rmagansizlar. Video ko'rishdan oldin o'rtoqlar like bosib qo'yinglar. Qani, ketdi. Tog'da uchiga chiqaman desanglar ham, ko'ryapsizlarmi yo'lda bemalol chiqib ketadi. Voy, uchiga chiqib ketdi, uni qaranglar. Kichkina mashinaga tog'chalarga chiqmoqchi bo'lsanglar, bemalol chiqib ketasizlar. Bu mashina o'rtoqlar yonmachasiga ham bemalol yurib beradi. Voy, mana qaranglar. Yuhu! Ag'darilyapti, qaranglar buni. O'rtoqlar, bu yo'lni ko'rishinglar mumkin. Juda ham neobычный yo'l, o'tishini qaranglar buni. Bu mashinaga umuman samleniya qilish kerak emas. Bemalol tushib keladi. Kapot tagida 2 turbina motor turibdi. Salonni o'rtoqlar qisqacha ko'rsatib ketaman. Polностью hamma joylari o'rtoqlar koja bo'lib yotibdi. Endi o'rtoqlar yangi chiqqan modelni ko'rishingiz mumkin. Swiss S06 modeli. O'rtoqlar bu mashinani oblitsovkasiga qarasanglar qo'rqib ketasizlar. Nima mashinani eslatyapti? O'rtoqlar buni ham saloni xuddi shunaqa, juda ham neobычный ishlangan. Rulni ko'ryapsizlarmi? Korobkasi mana shu joyda. Беспроводной zaryadkasi bor. Telefoninglarni qo'ysanglar bo'ladi. Xullas juda ham udobniy. Monitorni ko'rishingiz mumkin, umuman qotmasdan ishlaydigan monitor. Balloni kichkina emas, 20 razmerli diska ballonlar turibdi. Orqa tomoni ham o'rtoqlar juda oddiy emas, e'tiborni o'ziga sirazu jalb qilib oladi. Shaxsan menga yoqadigan model S06. Oldi ham o'rtoqlar qo'rqinchli. Agarda endi mashina olmoqchi bo'lgan tanishinglar bo'lsa, bu videoni srochli jo'natib qo'ying.